Assalomu alaykum aziz dehqonlar. Beda qurti deganda ko'pincha beda barg filchasi, ya'ni Phytonomus nazarda tutiladi. Bu zararkunanda ayniqsa 2-yildan keyingi beda maydonlarida xavfli bo'ladi va O'zbekistonda ham muhim beda zararkunandasi hisoblanadi. Beda qurti deganda amalda ko'pincha beda barg filchasi Phytonomus nazarda tutiladi. U ayniqsa 2-yildan keyingi beda maydonlarda xavfli zararkunanda hisoblanadi va O'zbekistonda ham muhim beda zararkunandasi sifatida qayd etilgan. Belgilari: birinchi bosqichda lichinkalar tepki barglar, kurtak va o'sish nuqtasiga zarar beradi. Keyinroq barglarni yemirib, skelet holatiga keltiradi. G'uncha va g'ullarga ham zarar yetkazadi. Zararlangan beda ko'pincha kulrang tusga kiradi. Ayrim tugunchalar quriydi va hosil keskin kamayadi. Eng to'g'ri kurash yo'li IPM, ya'ni integratsiyalashgan himoya. Dalani tez-tez kuzating. Lichinkalar chiqa boshlaganda maydonni muntazam tekshirish kerak. Tavsiyalarda yaqin xavf davrida har 2-4 kunda kuzatish foydali ekani ko'rsatilgan. Zararlanish kuchaysa, erta o'rim qiling. Beda qurtaklash bosqichiga kelganda yoki zarar kuchayganda erta o'rib olish Phytonomus sonini kamaytiradigan eng samarali agrotexnik usullardan biri hisoblanadi. O'rim va quritish jarayoni ko'p lichinkalarni yo'q qiladi. Eski beda maydonini uzoq ushlab turmang. Ko'p yillik eski beda maydonlarida zararkunanda to'planib boradi. Shu sababli foydalanish muddatini cho'zib yubormaslik tavsiya etiladi. Ba'zi manbalarda 3 yildan ortiq cho'zmaslik foydali ekani aytilgan. Kimyoviy kurash oson, juda tez ta'sir etadigan usullardan. Bunda kimyoviy o'simliklarni himoya qilish vositalari nazarda tutiladi. Mahalliy bozorlarimizda beda zararkunandalarga qarshi juda ko'plab vositalar mavjud. Tarkibida quyidagi ta'sir etuvchi moddalar bo'lgan preparatlar tavsiya etiladi. Lambda sigalotrin, Karat, Karate Plus, Karache, Karatbek, Karat Gold, Lambdok nomlari bilan mashhur. Bifentrin, Talstar nomli preparat. Emamectin donzavat, Proclaim, Emamec, benzavat nomli preparat. Prefenofos, Palitrin, Agrafos, Goldfos, Gunfos nomli preparatlar tavsiya etiladi. Bunda belgilangan reglamentga amal qilib, bargidan qo'llaniladi. Tabiiy foydali entomofaunani asrang. Phytonomus va beda kurzlarning ko'payib ketishini ko'pincha tabiiy dushmanlar, parazitlar va zamburug'lar cheklab turadi. Keraksiz kimyoviy ishlovlar bu foydali organizmlarni kamaytirib yuborishi mumkin. Qayta o'sishini albatta nazorat qiling. O'rimdan keyin ham maydonni tashlab qo'ymang. Zararkunandaning bir qismi qolib, qayta o'sayotgan bedaga yana zarar berishi mumkin. Biologik usullarni ustun qo'ying. Qurt tipidagi beda zararkunandalarda biologik nazorat va selektiv vositalar foydali bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim manbalarda Bacillus thuringiensis kabi biologik usullar samarali va foydali hasharotlarga nisbatan yumshoqroq ekani ko'rsatilgan. Amaliy tavsiya: agar beda uchlari kemirilgan, barglar maydalanib kulranglashgan va ayniqsa eski beda maydoni bo'lsa, avvalo Phytonomusdan shubhalaning. Bunday paytda eng xavfsiz va samarali yo'l tez monitoring, erta o'rim, qayta o'sishini nazorat qilish. Kimyoviy vosita kerak bo'lsa, faqat O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan preparatni mutaxassis tavsiyasi va yorliq bo'yicha qo'llash kerak.